Joriy yil 21-22 may kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sloveniya Respublikasida bo'ladi. Sloveniya O'zbekiston davlat mustaqilligini 1991-yil 27 dekabrda tan olgan. Davlatlarimiz o'rtasida diplomatik munosabatlar 1995-yil 16 yanvarda o'rnatilgan. Sloveniyaning O'zbekistondagi faxriy konsulligi Toshkent shahrida faoliyat yuritadi. Ushbu davlat O'zbekiston tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga taqdim etilgan qator rezolyutsiyalarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda va hammualliflar safidan joy olgan. 2023-yil fevral oyida Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston-Sloveniya biznes forumi doirasida iqtisodiy hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi. 2025-yilning birinchi choragida o'zaro savdo hajmi 47,8% ga oshdi. Erasmus Plus dasturi orqali O'zbekiston va Sloveniya oliy ta'lim muassasalari o'rtasida almashinuvlar yo'lga qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, Sloveniya Yevropa Ittifoqi a'zosi sifatida O'zbekiston uchun savdo va investitsiyaviy aloqalarni kengaytirishda muhim hamkorlardan biri hisoblanadi.